Assalomu alaykum. Sedan mashinalar orasida o'z o'rnini mustahkamlab keltirgan Arizo 6 Pro avtomobilini ko'rib chiqamiz. Aldi qismiga keladigan bo'lsak, dizayni Lexus dizaynida ishlanilgan, farlari LED chiroqlari bilan yoritilgan. Motor qismiga keladigan bo'lsak, 1.5 turbina motor 147 ot kuchga ega. 4 dvigatel sharichina 8 litr расход etadi. Dalniya 5,5 litr расход etadi. Balon qismiga keladigan bo'lsak, 17 lik diska, 205-50 düymli balon, yumshoq balon. 4 taraf ham diskoy tormoz bo'ladi. Har qaysi balon o'zi uchun tormozni jalb bo'shab beradi. Arka dizayniga keladigan bo'lsak, eshikda polasa bo'lib qo'shray bo'lib yanadi dizayni. Arka qismiga keladigan bo'lsak, arkada datchiklari bor. Yoki bir narsaga yaqinlashadigan bo'lsa, deyadigan bo'lsa, chanda signal berib ovoz beradi. Odamlarni eng qiziqtiradigan savollardan biri mashinamizning bagaj qismi keng bo'ladi. Metan ham, propan ham muammosiz qo'yiladi. O'zlarimiz seriyasiga keladigan bo'lsangizlar, metandan, propandan garantiya asosida qo'yib beriladi. Mashina o'zina 5 yil garant beriladi, 150 ming kilometr. Agar o'zlarimiz servisda qo'ydiriladigan bo'lsa, garantiyasi buzilmaydi. Bagaji urishni beklanadi. Ochilganda knopka bilan ochiladi. 360 gradus kamera bo'ladi mashinada. Polniya davrakini oladi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, 5 ключ. Eshikdan keladigan bo'lsak, 5 ключlik do'stlik bo'ladi. 1,5 metr yaqinlashsangiz ochadi, uzoqlashsangiz iladi. Kilitni bosib o'tirmak shart emas. Bakoylarda silfoy zona bor. Yonboshdan mashinaga o'tirganini ogohlantirib, yonib o'chib turadi. Orqa qismlar ham keng ishlangan, orqani bemalol o'tirsa bo'ladi. Sizinalari kojinli. Eshikni bunalar bellar ham kojinli bo'lib ishlangan, qirchilik qiladigan tovar emas. Orqada barlar ham bo'ladi. 3 odam orqaga qisilmay o'tirib ketsa bo'ladi. Salonga keladigan bo'lsak, sizinalari elektronli bo'ladi. Bu Arizo 6 Pro'ning eng full pozitsiyasi. Sizinalari elektronli bo'ladi. Arizo 6 Pro'ning bu eng full pozitsiyasi. Buni miyasi birinchi, ikkinchi pozitsiyaga qaraganda dum kuchli bo'ladi. Funksiyalari ham bulardan o'ta darajada kuchli. Boshqa mashinalar bilan solishtirganda ustunlik tarafi ko'p funksiya tarafdan. Birinchidan ketadigan bo'lsak, polasa o'qiydi. Bir xil polasadan chiqib ketmay haydaydi. 360 gradus kamera bo'ladi. Polni ichida o'tirib davrakini ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. G'altang, bordiyor degan bo'lsa polni ko'rib o'tirsangiz bo'ladi. Eko sport 2 xil rejimda yuradi. Ekonomishniy, sportivniy. Rulga keladigan bo'lsak, adaptivniy kruz kontrol bo'ladi. Boshqa mashinalarda kruz kontrolning o'zi bo'ladi. Bunda esa adaptivniy kruz kontrol bo'ladi. Aldingizdagi mashina ulab qo'yadigan bo'lsangiz, shuni izidan ketaveradi. Astonlashsa, astonlashadi. Tezlashsa, tezlashadi. Orada bir xil distansiya saqlab ketadi. Polasa o'qiydi. Adaptivniy kruz kontrolni tezligini ko'tarib tushirib beradigan funksiyasi. Bo'lsak, multimediyasi bulutsa ulab qo'ysangiz, telefonni olib qo'yib ketaverasiz. Rul qizadi. 4 taraf siziniyasi qizadi. Rul ham elektronli bo'ladi, yumshoqqina bo'ladi. Monitorga keladigan bo'lsak, monitorning dizayni zo'r ishlangan. YouTube, video hamma narsa ko'rib ketsangiz bo'ladi. Torpedolar ham yumshoq nada ishlangan, plasmas emas. Qirchilik qiladigan tovar emas. Mashina o'zgacha ko'rk beradigan skorosi. Boshqa mashinalardan jolli farq etib turadi. Fishkalaridan biri skorosi. Rushnoy tormozlar ham knopkada joylashgan. Avto hold, svetofora borganda o'zi avtomatik tormoz bosib turadi. Doğru gaz bosib haydab ketaverasiz keyin. Monitorni o'chirib yoqadigan funksiyasi ham zvukni bajaradi, ham monitorni o'chirib yoqadi. Настройкасы ikkala
Kızadon knopkalari. Besprodnoy zaryadchiki. Mashinada telefonlarni simsiz zaryadlab beradi. Endi xavfsizligini keladigan bo'lsak, aerobaglari 6 dona aerobag bilan jihozlangan. Xavfsizlik yostiqchalari zo'r ishlangan. Oldinda 2 dona, orqada 2 dona, yonboshda 2 dona bo'ladi. Boshqa mashinalardan farq etadigan yerlari laboyda spiral joylashgan, e'tibor etib qarasalar tushunib ko'rsiladi. Qishda boshqa mashinalar powerlanib, bug'lanib turadigan bo'lsa, bulardan umumiy funksiya bo'lmaydi. Ikki bokovoydan, laboydan spiral joylashgan. Lyuk bo'ladi mashinada, kichkina lyuk joylashgan. Birinchi, ikkinchi pozitsiyasida lyuk bo'lmaydi. Birinchi bilan ikkinchi pozitsiyani farqlari Ariz 6 Pro'ning 3 xil pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasiga keladigan bo'lsak, motori atmosferniy bo'ladi. Motor atmosferniy bo'ladi. Ko'rinishi bir xil, farq etadigan yeri ichana salonda o'tirganda ish skorisida farq etadi. 12 oddiy richak bo'ladi. 12 oddiy richak bo'ladi. Ichki tuzilishi bir xil, bir farq etadigan yeri skorisida. Motor atmosferniy bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyaning motori 1.5 turbina bo'ladi. Buni ham to'shni ko'rinishi shunday dizaynda ishlanilgan. Bir dona farq etadigan yeri skorisida bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyada shunday funksiyalari bo'lmaydi. Mana miyasi kuchli. Birinchisi bilan ikkinchi pozitsiyada polosa, 360 kamera shunday funksiyalari bo'lmaydi. Sinyallari ruchnoy bo'ladi. Test drive etib haydab ko'rsangizlar bo'ladi mashinani. Birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyasi hammasi sotuvda tayyor hozircha. O'zlarimizning avtosalonimizda test drive zonalari bor. Qolgan mashinangizga test drive etib haydab ko'rsangizlar bo'ladi. Kredit etib oladigan bo'lsangizlar ham imtiyozli, imtiyozsiz oddiy kreditlar bor. Bir kunda ishlaringiz bitib ketadi. Rasroshga, ko'p odam rasroshga qiziqadi. 1 yildan 3 yildan foizsiz bo'lib to'lab olsalar bo'ladi. 30% to'lansa 1 yilga chiqadi. 50% to'lansa, qolgan 50%ni 18 oyga bo'lib to'laysiz. 60% to'lasangiz boshlanish to'lovini 12 oyga bo'lib to'laysiz. 70% to'lanadigan bo'lsa 3 yilga bo'lib to'laysiz foizsiz. Bank xodimlari hamma narsa hozir o'zimizning avtosalonda joylashgan. Boshqa yerga borib, bank o'zini borib yuradigan narsa yo'q hozir. Hamma narsa shu o'zida bitadi. 2 soat ichida ko'ngilingizga yoqqan mashinani haydab ketib bilasiz. Avtosalonimizning manzili Xiva Qurg'onda joylashgan, Real Metanning oldinda. Test drive etib haydab ko'rsangizlar bo'ladi mashinani. Hammangizni Cherry avtosalonida kutib qolamiz.